mana nollarni. Diska-ku bu diska yumalatsa Dubaygacha boradi. Shoh aka bu nollar yumaloq chiqish uchun nimaga e'tibor berish kerak? Sabab nimada? Bu nollar yumaloq chiqish uchun, nollar zo'r chiqishi uchun birinchi o'rinda xamirlar zo'r bo'lishi kerak, yasovchi ham zo'r bo'lishi kerak. Yopganlar zo'r yopish kerak. Yopganlar hali ko'pchilikni yopadi. Bo'ldi. Hali bir xilgina bunday to'g'rilaydi-da, bir xilgina mana to'g'rilaydi. Bitta ikkita manaqasi ham bo'lib turadi, to'g'ri tushunasizmi? Tushunasizmi mana? Ko'pchilik bo'ldi, kerak emas, oshishadi. Bo'ldi, yopaverasiz. Ikkita ursa bo'ldi ekanda, u aylantirish shart emas ekanda, 5-10 marta chapillatish. Aslida keyin nolis yumaloqroq, nimaroq chiqaveradi-da. Mana. Diska. Rahmat sizga. Zo'r chiqish uchun mana shunaqa. Birinchi o'rinda xamir, ikkinchi o'rinda yasalishi, uchinchi o'rinda shu gazga ham e'tibor berish kerak. Gaznada ham e'tibor katta. Chiroyli soz bo'lsa, ishing ham zo'r bo'ladi deydi-yu. Mana shu. Hali cholishga ham bor. Bo'ldi. Oshishlarga kerak emas. Bir xilgina bunday to'g'rilaydi, u qiyshiq bo'lishi mumkin. Hozir mana unda ikkita choling bo'ldi. Bunaqa nonga. Buni olib chiqaveradi o'zi. Endi bunga e'tibor bermasa, endi bu bo'lib turadi. Bo'ldi, rahmat aka.